Assalomu alaykum. Mana bugun xudo xolisa bahori birinchi kuni. Ya kechirasizlar qanaqa bahor, yozni birinchi kuni boshlandi. Mana iyun oyi. Bahorimiz tamom bo'ldi endi. Xudo xolisa mana sekin yozni birinchi kunida mana ishlarni boshlab yubordik. Bugun noshta-yu alhamdulillah mana tong avotdi. Quyosh ko'tarildi ancha. Soat 6 ga qarab ketdi. Bu samolyotimiz 767 Boeing. Bitta dvigatelli. Buni xudo xolisa Minskga qarab uchiramiz hozir sal turib.